alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolisa navbatdagi akasimiz chiroyli holatda tayyorlab berdik. O'zimiz Andijonda hakaniga xudo xolisa chiroyli holatda qilib berdik. Ish sifatiga bir baho bersanglar ham bo'laveradi. Spinkasiga 3 sm machalka qo'yilgan, sidinasiga 12 sm qilib 3 sm machalkadan chiroyli holatda qo'yilgan. Materiallarga bir baho bersanglar ham bo'ladi. Kombinatsiya qilib juda chiroyli holatda ishlab berdik. Stolga svetiga mana uzoqdan bir olib bersam ham bo'laveradi. Stollarimiz xom taxta bo'ladi. Stollarimiz 100% yong'oqda qilib berdik. Machalkasi aytgandek 12 sm materiallar chiroyli holatda qishinto materiallarni qo'yib beryapmiz. Ishimizni bir sifatiga baho bersanglar ham bo'laveradi. Manzilimiz bilasizlar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Orqalariga ham xudo xolasa machalkalar qo'yib, pardali skladka qilib berdik chiroyli holatda. Ishimiz 100% yong'oqda bo'lgan. Xuddi shu holatini 7 million so'mga qilib berdik. Xudo xolasa ish sifatiga javob beramiz. Juda chiroyli holatda chiqqan. Pastki nomerlarimizni ham yozib qoldiramiz. Manzilimiz bilasizlar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Optim mebel ishlab chiqarish zonamiz. Xudo xolasa bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi. Barcha viloyatga dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa kelishilgan holda jo'natib beramiz. Stollarimiz 100% yong'oqda bo'ldi. 7 million so'mga qilib berdik. Pastki nomerlarga bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi. Qo'llab-quvvatlash maqsadida xudo xolasa chiroyli holatda bitta like bosib qo'yishni unutmaymiz. Oyoqlari ham orqaga kerilgan, ancha yopiq ishlab berilgan. Ish sifati xudo xolasa juda chiroyli holatda chiqqan. Aytilgan joyga, aytilgan razmerda xudo xolasa kelishilgan holda chiroyli qilib beramiz. Buni baqateraklardan ham bor, har xildan bor. Arzonroq variantlardan, qimmatroq variantlardan har xillarimizdan bor. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib yoki kelib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Barcha turli mebellarni xudo xolasa yetkazib o'rnatib beramiz chiroyli holatda. Optim mebel ishlab chiqarish zonamiz xudo xolasa bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi.